Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari, Biyog'imiz Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana Biyog'imiz dastavkalarni yana davom ettirmoqdamiz. Har kunlik zakazlar bor. Hozirda har xil turdagi ko'chatlar, gullar ekilyapti. Undan tashqari xonadonlarda, tashkilotlarda gazon ekilyapti. Gazonlarni tomirini yaxshilash maqsadida gazon ekilishdan oldin biyog'imiz solinsa, tomirni kuchaytirib beradi, ham ekilgan tuproqning unumdorligini oshirib beradi. Mana bu 0.5 lik razmerda o'tgan, mayin holatda 1 yil davomida Kaliforniya cho'lchang yegan mahsulot. Cho'lchang organizmni to'yinib chiqadi. Asosan biz mol go'ngiga qilamiz buni. Sifati yaxshiroq bo'ladi. Mana shu 0.5 lik razmerdagi elagimizdan o'tadi. Juda mayin. Stakanga urug' ekayotganlarga ham bemalol tavsiya beramiz. 100% urug'ingizni chiqarishga kafolat beramiz. Hozir mana Chorsu gul bozoriga qopli hamda upakovkali 1,5 tonna biyog'imiz dastavka qilmoqdamiz. Va xonadonlarga ham zakazlarimiz bor. Ularni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Kimga sifatli biyog'imiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin. Hamda Kaliforniya cho'lchanglari ham sotuvda bor.